boyitish jarayoni hamda metallurgiya jarayonlariga qiziquvchi va shu sohada ishlovchi, shu sohada o'quvchi talabalar, tinglovchilar, biz boyituvchi metallurg kanalini ba'zi bir sabablarga ko'ra faoliyatini to'xtatgandik. O'sha tinglovchilarning savol va takliflari natijasida yana kanalimizni faollashtiryapmiz. Ya'ni o'z bilim tajribamizni barchaga ulash maqsadida biz bugundan foydali qazilmalarni qazib olish jarayonidan to metallarni metallurgik jarayonlar natijasida sof metallga ajralish jarayonigacha barcha ma'lumotlarni video ma'lumot sifatida chiqarib boramiz. Qiziquvchilar o'zini qiziqtirgan savollar bo'yicha takliflarini yozadigan bo'lsa, shu taklif savollar bo'yicha video ma'lumot tayyorlab boramiz. Kanalimizni kuzatib boring. Bu faqatgina sizlarni bilimlaringizni, tajribalaringizni almashish maqsadida bu kanal o'z faoliyatini boshladi.